Bizning obyektimizda ikkinchi etaji 90% bitkazib bo'ldik. Ishlardan o'zingiz ko'rsanglar bo'ladi. Alohida baho berib qo'yamiz. Hop, kollektorga sinfga bitta alohida baho beramiz. Radiator sinfga bu yerda har bitta xonada karavotlarni o'rnini, mebellarni o'rnini olib tashlaganmiz, tubli bo'lini. Har bitta xonamizning tubli bo'li izolyatsiyada chiqib kelyapti alohida. Hammasida xonamizda kombi termostat bo'ladi. Koridorda zinadan chiqishda 40 cm olib qochganmiz. Zinachilar pergorodga anaqalarni qo'yib o'tganda urib qo'ymasligi uchun. Hop, bu spalnimiz, ikkinchi etajdagi. Bu yerda ham karavot o'rnini, mebel o'rnini qoldirganmiz. Kladovkaga topli pol olib kirmadik. Egalari shart emas, qilmaylik deb aytishdi. Ichkari dim bo'lib ketar ekan. Shunaqa deb aytishdi xullas. Sushilkamiz, bu yerda instalyatsion unitazimiz bo'ladi. Bu yoqda bitta dushimiz bo'ladi. Bu yoqda yana bitta sanuzilimiz bor. Bu yoqda общий sanuzilimizda bitta vanna, sushilka, rakvina, unitaz. Unitaz ham unitaz ham bidili bo'ladi. Davadno. Hop, bu xonamizda detskiyimiz, ikkita karavot bo'lar ekan, ikkita karavot o'rnini dars qilib o'tiradigan zonasi bo'lar ekan. O'sha yerda topli polni qoldirganmiz. Bu xonada ham komplet termostatimiz bor. Radiatorga bitta alohida baho berasizlar sinfga. Bu ham kladovkamiz. Kladovkamizda topli pol xolashmadi har doimgidek. Mana shu